sotmayapti, sot desam sotmayapti. Shu bilan o'rtamizda hal qilib yo Rasululloh bizga hakam bo'ling deganda, mana shu bitta xurmo ekan Alloh uchun bermaysanmi deganda, ana bu sahobani qandaydir sifatda bergisi kelaganman, bermayman deganda, shu jannatdan Alloh taolo senga bir bog'ni va'da qilaman, jannatdan bir bog' beradi deganda, o'shani ham olmaydi ekanda. Shunda Abu Dahdan hushyorlik qilib qoladi shu yerda. Yo Rasululloh, mana shu gap menga ham tegishli dedi. Senga ham tegishli deganda, bo'lmasa mana shu mana shu bog'ni men olib nima qilaman? Mana shu bir tut xurmoyingni deydi, menga sotasanmi deydi. Meni bog'im bor, bilasan deydi. 600 tut bog'i bo'lar ekan. Abu Dahdan roziyallohu anhu Madinada 600 tut xurmo bog'i bo'lar ekan. Mana shu 600 tut xurmo bog' senga o'tadi deydi. Bir tutni menga sotgin deydi. Deganda, "Yo'q, almashtirdim" deydi. 600 tutga bir tutni berib yuboradi, almashtirib yuboradi. Nimani evaziga? Jannatdagi bir bog'ni evaziga. Abu Dahdan roziyallohu anhu shu yerda yetib ketdi. Hamma sahobalar ham o'lib ketdi. Hammasi o'lib ketdi. Abu Dahdan qanday qilib jannatdagi bir bog'ni evaziga ishlab qoldi. Keyin borarkan, eshigini taqillatib, Ummu Dahdan ichkaridan "Sen nima bo'ldi?" deb ana qilib javob qaytarsa, "Men" deydi, "keldim." Onasi deydi, "Shu soatdan boshlab xurmo bog' bizniki bo'lmay qoldi. Chiqqin tashqariga. Yoningdagi olingan xurmolar hammasini tashladi. Hatto farzandlari qo'llarida xurmolarni, cho'ntagidagi xurmolarni ham yerga tashladi. Birorta narsa olmasdan xurmo bog'ni tashlab ketdi."